Biz yuz hijolat bilan videoni olyapmiz. Mana biz hozir Hindistondamiz. Xo'jayinimni mazalari yo'q, Hindistondamiz. O'zimizda 6 oy umrlari qoldi, yashamaydi deb shuni deyishgan edi. Operatsiya ham qilmaymiz deyishgan edi. Xudoga shukr keldik, operatsiya qilishdi. Hozir 2 ta o'simta bor ekan boshlarida. Analizlarini javoblari chiqdi. Limfoma deb shunaqa diagnoz qo'yishdi. Endi buni davosi bor ekan, lekin rosa qimmat ekanda. $26,000 ketar ekan. O'zi biz hozir operatsiyaga o'zi $12,000 ishlatib bo'ldik. Hozir sotgani ham hech narsamiz qolmadi. Allohga shukr, hammamiz musulmonmiz. Allohga shukr. Ro'zani kunida ilohim ehson qilguvchilarni Alloh o'zi rozi bo'lsin ehson qilguvchilardan.